qanaqa qilib odam erini shu darajada qarg'ashi mumkin, shu darajada yomon ko'rishi mumkin deyapman-da. Bitta ayol yozdilar. Yaqinda bo'lgan narsa bu. Masham, masalan, yaxshiliklar mana yozishadi-ku, auditoriya deyapti, bunaqa dedim. Xafa qiluvdilar, oldin qarg'irdim, bunaqa dedim. Menda kelmaydi deyapti-da. Faqat yomon gap keladi. Chunki shu darajada meni xafa qilgan shu inson. Xafa qiladi ham, men shu insonga nisbatan yaxshi so'zlar, yaxshi niyatli duolar qila olmayman deyapti-da. O'zi xohlasa ham qila olmaydi. Xohlasa ham qila olmaydi. Shu darajada xafa bo'lib ketganda o'qidimda, bilasizmi ichimda nima bo'ladi? Qanaqa qilib odam erini shu darajada qarg'ashi mumkin, shu darajada yomon ko'rishi mumkin deyapman-da. Qanaqa qilib o'zini eri-ku, neujeli yaxshilik qila olmaydi eriga deyapman-da. O'qidim. Ozginchadan keyin turmush o'rtog'im bilan shunaqa urushdik. Endi oilada bo'ladi-ku, oddiy oilaviy bitaviy narsalar. Boshqa payt yaxshilik tilaydigan Shahroza hammaga maslahat beradi. tilimga-da. Shunaqa qo'zimonman, ko'rsangiz, shunaqa jahlim chiqyapti, endi eshik yopib chiqib ketganlar. Shunaqa xafa bo'lganman-da. Miyam ishlaydi-ku endi. Nima yaxshilik so'ragan, duo qilgan yomonlik kelmayapti-da. Keyin o'tirdim, nimaga kelmayapti dedim. Nimaga bunaqa o'tiribman? Rosa qarg'ish kelyapti, tiyibman. Erim-ku nimadir bo'lsa o'zim birga yonishim kerak. O'tiribman-da. O'sha ayolni esladim-da. Qachon mana qanaqa qilib deysiz-ku? Elementar narsalardan ham siz o'sha yashab berasiz.